infeksiyalar umuman homila tushishini sababi infeksiya bo'lmaydi Behruz. U noto'g'ri narsa. Oldinlari shunaqa aytilgan haqiqatdan. O'zimizga ham shunaqa o'qitilgan. Lekin hozir isbotlangan, tasdiqlangan shu infeksiya homilani sizni tushib qolishiga emas, homila tushishiga sabab emas. Homilani tushishiga eng katta sabab 85%, 90% genetik omil bo'ladi. Ya'ni nuqsonli deylik. O'sha nuqson bo'lsa, bachadonni o'zi chiqarib olishga harakat qiladi. Tushunasizmi? Genetikada o'zi chiqazib olib, menga kerak emas degan ma'noda chiqazib olishga harakat qiladi. Homila tushdimi? Homila o'smay qoldimi? Buni sababi baribir shu narsaga taqaladi. Ya'ni o'sha genetik omil baland. Ya'ni homilada nuqson bo'lish ehtimoli bor ekan. Shuncha ham bir xalla tushib qoladigan homilani ham udarni doza progesteron bilan ushlab turish ham noto'g'ri. Shunaqalar asrab qolsangiz, oxirida skrining qilsangiz nimadir chiqadi-ku homilada. Genetik qanaqadir o'zgarish chiqadi. Keyin sekin anamni yig'ishni boshlasangiz, so'rashni boshlasangiz, ayol aytadi o'zi. Menda o'zaro soqon ketgandi, juda ham ugroza bilan ko'targandim. Tushadi deyishuvdi, lekin mana asrab qoldim, lekin mana bunaqa nuqsonli.